Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda biz sizlarga juda ham kerakli va foydali bo'lgan bitta ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling. Video roligimizga sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xullas, Spark avtomobilni olib kirishda halasta yo'qsam o'chib qolyapti deb avtomobil diagnoz qilib tekshirganimizda zastonkani foizi nihoyatda ko'payib ketgan, ya'ni kirlanib ketgan va bir rejimlik programma yozilgan. Ya'ni benzinda ham, gazda ham bir rejimli programmada yuradi. Hozir biz zaslonkalarni yechib yuvib tozalaymiz va mana bu ko'rib turganlaring kompyuter miyasini tashqari tomonga yechib olamiz. Ichidan uгол oprajeniya uchun relay uстановка qilamiz. Mana zaslonkani gazatorda olingandan keyingi holati bu nihoyatda yomon holatga kelib qolgan. Hozir buni yuvib tozalab tashlaymiz. Keyin kompyuterimizning shtekrini chiqarib olganmiz va bu yerdan ikkita nima desam bo'ladi, 3 va 4-oyog'idan bir tolalik simdan olib chiqiladi va bu narsa bir tolalik simdan olib chiqilgandan keyin bitta universalni relay qo'yiladi bunga. Buni asosiy vazifasi uгол oprajeniya оборот 2000-3000 ga borganda zajirganani ko'tarib beradi. Ya'ni boshdan yurishini yaxshilaydi, juda ko'tarib tashlamaydi, shu o'zini chegarasi bor, o'sha holatga olib keladi. Mana relayimizni ham qo'yib oldik. 87 va 30-oyog'ini, adashib ketdim do'stlar, 87 va 30-oyog'ini miyadan chiqqan ikkita simga ulab qo'yamiz. Bittasi massa, bittasi gaz reduktordan kelgan simga ulanadi. Zaslonkalarimizni bolalar chiroyli qilib benzinda yuvib tozalashyapti. Bu narsani yuvilgandan keyin mana holatini ko'rsataman sizlarga. Ichlari toza holatda va germetik qilib, havo so'rmaydigan qilib ichki tomoniga ham sanliklarni uстановка qilib qo'yganmiz. Bu narsani germetik qilib sanlik qo'yganingizdan keyin greta bir yarim soat 40 minutlardan keyin qotirasiz, sababi germetik to'liq holatda qotib olishligi kerak. Bo'lmasa ichiga qarab so'rib yoradi. Hozir sizlarga ichki tomonidagi sanlikni ko'rsataman spechka yoqib, mana ichki tomoniga ham sanlik uстановка qilingan va germetik qilingan. Bu narsa qotgandan keyin joyiga qotiramiz do'stlar. Do'stlar, zaslonkalarni tozalab, havo kiradigan joylarni havo koeffitsiyentini pasaytirib, metanlikini ko'tardikda, programmalarni yozib tayyorlab olganmiz. Endi sizlarga yurgizdirib ko'rsatamiz do'stlar. Yurgiziring. Ko'ryapsizlar, mashina benzinda yurib, sirasi gazga o'tyapti va texotni ushlab turish holati ham juda ham ajoyib holatda bo'ldi do'stlar. Bunaqa detonatsiya qaltirashlar yo'qoldi. Endi hozir avtomobilimizda minib va egalarining o'zlaridan ham so'rab ko'ramiz o'zgarish bo'lgan do'stlar. Hozir o'zingizga bilinadimi farqi? Ha, bilindi. Tortishlari yaxshimi? Eskisi damroq bo'lganmi? Ha, saraligi bo'ladi. Haydovchimiz o'zlariga bilindi, avtomobilimizga kuch qo'shilganligi. Endi o'chib qolish holatlari yo'qolganligini ham tekshirib ko'rib olamiz va haydovchimizdan so'rab tekshiramiz do'stlar buni ham. Mashina ham o'char buni shunaqa. Ha, shunaqa joylarda bunday kelsangiz o'chib qoladi, rol qotib qoladi. Shundan bilib qolaman. Keyin bitta zavat qilaman. Ayniqsa suytopollarda. Yaxshimi? Yaxshi. Bu kasallikda Spark bilan yurgan haydovchilar o'zlari juda yaxshi bilishadi. Metan qo'yilganda avtomobil xalas yo'qliganda o'chib qoladigan kasalligi bor. Juda ham ko'p kelishadi shunaqa nima desa bo'ladi. Jalba qilib kelishadi, mana shunaqa bo'lyapti, to'g'rilab beringlar, ko'rib beringlar deb kelishadi. Shuning uchun sizlarga ham videorolik qilib ko'rsatishga harakat qildik do'stlar. Xullas do'stlar, sizlarga nima qilinganlarini hammasini qisqa va lo'nda qilib tushuntirishga harakat qildik. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, xuddi shu tartibda bartaraf qilib olsalaring bo'ladi. Videoroligimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni va o'zingiz fikringizni kommentga yozishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar.